Assalomu alaykum. Hozirgi mavzu bo'yin va yelka sohalarida og'riqni vujudga keltiruvchi narvonsimon mushakni zararlanish, miofasal og'riqlari haqida bo'ladi. Narvonsimon mushak bo'yin umurtqalarining yon o'simtalariga birikkan holda yuqorgisi, pasti birinchi, ikkinchi qovurg'alarga kelib birikadi. Bunda oldi va o'rta va orqa narvonsimon mushaklar bo'ladi. Narvonsimon mushaklar yelkani ko'tarib turish vazifasini bajaradi va nafas aktida ishtirok etadi va bo'yinni stabilda ushlab turishda ishtirok etadi. Nimasi bilan bu ahamiyatli? Agar mushak spazm beradigan bo'lsa, narvonsimon mushakning tagidan nerv tollari o'tgan, koreshkalar bo'yindan chiqadigan nerv ildizchalari o'tgan, shu ildizchalar bosib qolish natijasida bo'yin sohasida, yelkada ba'zan qo'llarga og'riqni uzatilishi kuzatiladi. Anemiyya bo'ladi. Shu joylarda sezgini o'zgarishi, jimir-jimirlar yoki chumol yurganday his qilish kuzatiladi. Sabab narvonsimon mushakning spazm natijasida nervni siqib qo'yish hisobiga bo'ladi. Bu kimlarda kuzatiladi? Yelkani ko'proq tik ushlab turadigan kasb egalarida, rassomlarda kuzatilishi mumkin, muzikantlarda yoki aytishliklarda kuzatilishi mumkin. Va yana bitta holatda kuzatiladi. Agar mashinada ketayotgan bo'lsangiz, riski tormoz beradigan bo'lsa, bosh oldinga bir borib keladi. Shunda bo'yinni ushlab turish maqsadida narvonsimon mushaklarda spazm kuzatiladi va shu sohada og'riq paydo bo'ladi. Buni qanday aniqlashimiz mumkin? Bunda mushaklarda o'ziga xos belgilardan bittasi triggerni tochka deyiladi. Ma'lum bir sohalarda mushaklarning yo'nalishi bo'ylab ma'lum bir nuqtalarda og'riqning kuchli namoyon bo'lishi kuzatiladi. Narvonsimon mushaklarda aytdim, oldi, yon va orqa narvonsimon mushaklar bor dedim. Shuni oldi narvonsimon mushaklarida qanday aniqlaymiz? Oldi narvonsimon mushaklar musculus sternocleidomastoidis, mana tush, o'mrov, so'rg'ich mushagini yonga qilib aniqlab olib, uni ushlab tashqariga tortib, shuni tagiga ikkita qo'limizda qo'yadigan bo'lsak va uqalaydigan bo'lsak, mana shu sohada oldingi narvonsimon mushak joylashgan bo'ladi. Mana shu mushakni uqalasak, nisbatan spazmi tortishi ketadi. Ikkinchisi, o'rta narvonsimon mushakni bunda 1 santimetr yonga harakat qildiradigan bo'lsak, bunda shuni uqalab ko'radigan bo'lsak, yon narvonsimon mushakni aniqlashimiz mumkin. Va shu yerda har birini 5 minutdan yuqoridan pastga qarab uqalab kelishimiz kerak bo'ladi. Va orqasi yana 1 santimetr orqaga qarab yuradigan bo'lsak, orqa narvonsimon mushakni paypaslab aniqlasak bo'ladi va shu sohani yuqoridan pastga qarab uqalasak, spazmni birdan tortilgani seziladi. Qo'lda paypaslaganda, uqalaganda triggerni tochkalari, og'riqlari seziladi va shu joylarni har kuni 2 martadan minimum, agar shu mushaklari spazm uchragan bo'lsa, mashq qilish kerak, uqalash kerak bo'ladi. Va yelka sohasida qo'llarda ushishlar, og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, bu nerv aytganda spazm berib bosib qo'ygan bo'lsa, uqalash natijasida spazmi bo'shashib, nervlarni o'zining o'tkazuvchanligini qayta tiklaydi. Ikkinchi mushak trapesiyasimon mushak. Bu organizmda katta mushaklardan, keng mushaklardan bittasi hisoblanadi. Boshning ensa sohasidan boshlanib, ensaning pastki qismidan boshlanib, bo'yin umurtqalarining o'tkir o'simtalaridan boshlanishi davom etib, ko'rak suyagining akramial o'sig'iga kelib birikadi. Trapesiyasimon mushak 3 ga bo'linadi: yuqoriga, o'rta va pastga. Yuqoriga trapesiyasimon mushak yelkani ko'tarish, bo'yinni burish va bo'yinni oldinga va orqaga egish vazifalarini bajaradi. Ma'lum bir sabablar natijasida terlab sovuq suvga dushga tushadigan bo'lsa yoki elivizakda qoladigan bo'lsa yoki konditsioner tagida terlab uxlab qoladigan bo'lsak, ba'zan trapesiyasimon mushaklarning spazmi kuzatiladi. Bu trapesiyasimon mushaklarning spazmi natijasida miofasal og'riqlar vujudga keladi. Mushaklarning og'riganini bilishimizni bitta belgilaridan biri bu o'zining triggerni tochkalari bo'lishi. Ya'ni uqalaganda ma'lum bir nuqtalarga kelganda shu joylarda og'riqning kuchli namoyon bo'lishi kuzatiladi. Trapesiyasimon mushakning
triggerli tochkalari, og'riqli nuqtalari ko'proq bo'yinni o'tkir o'simtalarining yonlarida va kurak bilan umurtqani oralarida va kurakning pastki sohasida kuzatiladi. Va harakatlantirganda bo'yinni yonga yoki oldinga yo orqaga harakatlantirganimiz yoki yelkani ko'targanimizda shu trapeziyasimon mushak zararlangan bo'lsa, ma'lum bir sohalarda og'riqning kuchayishi kuzatiladi. Buni qanday aniqlaymiz? MRT, rentgen o'zlari bilan aniqlab bo'lmaydi. Shu sohadagi mushakni harakatga keltirishimiz kerak bo'lib, bo'yinni yonga buradigan bo'lsak, bu sohada tortish kuzatiladi va og'riq kuchayishi kuzatiladi. Davosiga keladigan bo'lsak, miofasal og'riqlarni Tramel yoki gulkokortikoid preparatlari bilan mahalliy triggerli tochkalariga, og'riqli nuqtalarga inyeksiya qilishimiz mumkin va davolovchi mashqlarni olib borishimiz kerak bo'ladi. Qisqacha bo'yin mushaklarining miofasal og'riqlari haqida mana shularni aytmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin.